Ustoz, Alloh yashirgan gunohlarni yashirish kerak, hech kimga aytish kerak emas deyilgan. Misol uchun bir odam zino qilgan bo'lsa, keyin u odam tavba qilib zinodan uzoq yursa, uni bu gunohini faqat o'zi bilan Alloh bilsa, bir odam kelib undan zino qilganmisan desa, u odam yo'q desa yolg'on gapirgan bo'ladimi? Alloh yashirgan gunohlarimizni kimdir so'rab qolsa, qilganman deb rostini aytish kerakmi yoki yo'q, qilmaganman deb yashirish lozimmi? Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Bu masala ham juda muhim, bu nimalardan, savollardan biri ekan. O'zi bandani o'zi bilan Allohning orasidagi amallar bor. Namozini tark etibdi yoki bir shunga o'xshagan vaziyatlarni, ya'ni ro'zani vaqtida tutmabdi yoki zakotni vaqtida bermabdi. Ya'ni banda bilan Allohning orasida bo'ladigan amallarda inson tavba qilgan bo'lsa, tavbasi tavba-i nasuh bo'lgan bo'lsa, uni orqasidan birov shu amalni so'rasa undan, siz namoz qazo qilganmisiz desa va namozini qazosini o'qib qo'yib, keyin tavba qilgan bo'lsa, Alloh azza va jallaning oldida uni tavba qilganlar huzurida hisobida bo'ladi va unga savol so'ragan odamga yo'q deyishligida monelik yo'q. Chunki payg'ambar alayhisolatu vassalom at-taibu minaz-zambi kaman la zamba lahu, gunohdan tavba qilgan bo'lsa, haqiqiy tavba qilish bilan tavba qilgan bo'lsa, xuddi gunohi yo'q kishi kabidir deganlar. Shunday ekan, bu birinchi vaziyatda o'zi bilan Allohning orasida bo'ladigan amallar masalasi bu. Ikkinchisi, bandalar bilan bandalarning orasida gunohlar bor. Birovni zulm qilgan, birovni molini tortib olgan, birovni nohaq qalbini og'ritgan, birovga masalan turli tuman tan jarohati yetkazgan va hokazo, nomusiga demak tajovuz qilgan, bunga o'xshagan masalalar bo'lsa, bu masalalarda toki o'sha qilingan jinoyat qilingan tomondan rozilik olib uni o'rtani isloh qilmaguncha, u hali tavba qilinmagan amal hisoblanadi. Birov so'rasa, uni yashirishga haqqi yo'q. Xususan bu masala uchinchi bir holat bor. Hozirgi paytda jinoyatchiliklar masalasida bir odam birov jinoyat qildi. Insonlarga yoki jamiyatga yoki bir olam, demak atrofimizdagi olamga, hayvonot olamiga yoki boshqa olamga nisbatan jinoyat qildi. Uni birov so'rayapti, jinoyat qildingmi, shu ishni qildingmi deb so'rayapti. U odam tan olmasdan bekinyapti, yopinyapti yoki birovning jinoyat qilganini birovdan so'ralyapti. Bunga o'xshagan vaziyatlarda tavbaning o'zi kifoya qilmaydi, chunki zarar yetkazildi-da. Bunda ham o'sha jinoyatini birinchi isloh qilish kerak, tuzatish kerak. Ikkinchisi, demak o'sha narsada tuzatib bo'lgandan keyin, hammasini joyiga qo'yib qo'ygandan keyin yo'q desa gunoh bo'lmaydi. Vallohu a'lam bissavob.